Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana Tangi Sanjar. Demak, bugun biz ajoyib bir programma haqida gap olib boramiz. Demak, programmani uстановка qilishimdan oldin, iltimos, mana bu yerga qarang. Mana bu tepadagi chiziqqa. Yodingizda qolsin, bu albatta programma uстановка bo'lgandan keyin bu yerga bir narsa bo'ladi. Programmani aynan kerakli tomoni shunda. Demak, mana bu ssilkadan ko'chirib olamiz videoni. Albatta bu ssilka videoning tagida bo'ladi. Uzr, videoni debman, programmani. Demak, skachat. Рабочий stolga skachat qilib olamiz. Demak, skachat qildik. Endi buni извлечение qilamiz. Programma nomi Colver. Demak, uстановка qilamiz endi. Dali qilib tashlaymiz. Uстановка bo'ldi, ko'rib turganingizdek programma. Endi e'tiboringiz tortadigan narsa mana bu albatta chiziq. Bu yerdan o'sha mo'y kompyuterga kiramiz. Xo'sh, bu yerda nima o'zgardi? Ko'rib turganingizdek, bizning kompyuterimiz как brauzerga o'xshab qoldi. Ya'ni Google Chrome yoki bir Mozilla Firefox shunga o'xshash programmalarga. Bu narsa bizga nimaga kerak? Masalan, aytaylik, bizga mana bu papka lokalnisidan bironta bir joy kerak va biz bunga ko'pincha kirib turamiz. Masalan, Google. Mana bu yerga biz ko'pincha kirib turamiz. Xo'sh, endi bu yerga tezda kirish uchun nima qilamiz? Bu yerga tezda kirish uchun mana bu yerdan copyright adres tekstda yoki copyright adres qilamiz va tepaga добавить страничка qilamiz. Сохранить. Va endi bu yerdan chiqib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, endi bu yerga bu papkadan esni qidirib kirmaymiz, shunchaki mana bu yerga bosamiz va biz yana bir shu papkada paydo bo'lib qolamiz. Yoki aytaylik, mana bu yerda papka bor. Biz esa biron bir videoga kirishimiz kerak. Mana bu yerga часто kirib turamiz. Ya'ni balki muzikalar turgandir, balki boshqasi. Bu yerdan ham shunchaki copyright adres yoki copyright adres, tepaga esa добавить страничка. Сохранить. Endi ko'rib turganingizdek, bu stranичkaga darrov kiramiz. Masalan, aytaylik, mana bu yerda kompyuterimiz, videolar va mana bu yerda bizning videolarimiz saqlanadi. Bu yerda ham bemalol copyright adres va tepaga qo'shib qo'yib добавить страничка qilsak, сохранить va любой joydan kirishimiz mumkin. Masalan, biz hozir pust bosib, bu yerdan kompyuter bosib videoga kirmaymizda, xohlagan bir papkani ochamiz va obraz video. Ko'rib turganingizdek video. Endi masalan, muzikalar. Bizga masalan mana bu muzikalarga har doim eshitib turadigan muzikalarimiz. Bularni ham сохранить qilib qo'yamiz. Copyright adres, tepaga esa добавить страничка, сохранить. Mana endi любой papkadan o'sha muzikamizga kirib ketamiz. Masalan, bu yerga kirdim. Menga esa tezda o'sha muzikalar eshitgim kelib qoldi. Shunchaki obraz muzika va xohlagan muzikani, пожалуйста, qo'yib eshitishingiz mumkin. Albatta, bu programmani nimaga kerakligini tushunib oldinglar menimcha. Aytib o'tganimdek, ko'pincha papkalar, ya'ni papkalarda juda bir uzoq saqlab o'tirmaslik. Masalan, aytaylik, siz har doim dokumentingizga mana bunaqa ko'p papka turadi va siz ko'pincha bironta bir papkaga kirishingiz to'g'ri kelib qoladi. Masalan, mana bu yerga kirishim har doim menga kerak. Albatta, bu yerdan men copyright adres qo'yaman va bu yerga добавить страничка qilib qo'yaman. Любой время, любой joyda, masalan, kompyuterda masalan bironta bir video ko'rib o'tirgan joyingizda, bironta bir kino ko'rib o'tirgan joyingizda, masalan, biron nima kerak bo'lib qolsa, shunda papkaga bossak, ana shu joyga tushaveramiz. Menimcha bu programma sizlarga juda ham kerakli bo'ldi deb o'ylayman. Xayr, keyingi videoroliklarda uchrashguncha sog' bo'ling.